Yazın issiq günlərində doğru Giberor'un futbolçalardan geldi. Magazin 136 ga narxı esa 88 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Videoning maksimal oxirigacha ko'ring. Bularni sizlarga ipinden innasini obzor qilib ko'rsatamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Boshlaganingizlar xayrli va barakatli bo'lsin. Xudo xolasa bugungi obzorimiz sizlarga zo'r va foydali bo'ladi deb umiddamiz. Videoni boshidan bir like bosib qo'ying. Esa obzorimizni boshlaymiz. Ko'rdiganlaringiz arkamdagi futbolchilarni bugun to'liq obzorini chiqaramiz xudo xolasa. Videoni maksimal oxirigacha ko'rsangiz, ipinden innasidan obzor qilib ko'rsatamiz. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 88 ming so'mdan. Yetdik esa. Qaranglar, birinchi xil rasvetkasi молочный svet oladi. O'zingiz bir qator e'tibor berib o'tinglar. Qaranglar. Yenglari oranjiy svet bilan ishlangan model hisoblanadi. Ham berine qaranglar, oranjiy chiziq o'tirilgan model hisoblanadi. Ham qo'llaridan bir qator e'tibor beramiz. Qo'llar ham oranjiy svet bilan ishlangan. Xullas, kiygan vaqtda odamga yarashib turadigan varianti bo'ladi. Ham rosti to'g'ri tushgan varianti bo'ladi, qaranglar. Rost ham zo'r. Xullas, ishlanishina вообще gap yo'q. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 140 ming so'mlik edi. Sizlar uchun magazinimizda 88 ming so'mdan qilib qo'yibmiz. Bemalol kelaverasiz xudo xolasa. Assortimentni ko'rib turibsizlar. Kачествосini ham ko'rib turibsizlar. Bleset firmaniki, original hisoblanadi, hurmatli mijozlarimiz. Kачествосini keladigan bo'lsak, kачествоsi umuman gap yo'q. Bu videoni do'stlarga, jo'ralarga tarqatib tashladi. Shunisi ular ham bexabar qolmasin. Biz ana bu obzorimizda qaranglar, oq svetidan ham bor. Lekin oq svetidan shu birdan razmer qoldi. Qaranglar, 3XL. Eng katta razmeri bor hozir sizlarga ko'rsatib turgan razmerim. Qaranglar, o'zingiz baho beringlar shu durishini. 3XL degan razmer ham bemalol yaxshiroq odamimizga to'g'ri keladi bu razmerimiz ham. Xullas, bu narsani narxini keladigan bo'lsak, 88 ming so'mdan magazinimizdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Buni ham shu aytib o'tganning qo'lina oranjiy bilan ishlangan ham. Ko'ribsizlar, yakalar ham oranjiy bilan ishlangan. Bu narsamiz tumaloq yaka bo'ladi. Kiygan vaqtda bu narsani pol klassika variantda etib ham kiysangizlar bo'ladi. Xullas, liboy odamimizga yarashib ketaveradi bu narsamiz. Ham rosti to'g'ri tushgan model. Bundan bir dona razmer qoldi, 3XL. Agar kimnidir razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, jackpot xudo xolasa. Keyin qaranglar, qora svetdan ham bor. Svet ne dedi svet? Skromni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun bo'ladi bu videomiz aslında. Ham bu narsa ham shu firmaniki. Narx ham shu 88 ming so'mdan. Yangi ham oranjiy bilan ishlangan model. Ko'ribsizlar. Kачествосini esa вообще gap yo'q. Bu narsani bir kачествосini bilish uchun просто magazinga kelib, просто bu kачествосini tutib ko'rish kerak bu narsani. Ko'ribsizlar rasvetga nechga ekanligini. Xullas, tikilishlar ham вообще ajoyib, moshni. Keyin qaranglar, uzoq kutilgan ranglardan birisi hisoblanadi bu svetimiz ham. Temniy mentol svet deb aytiladi. Bundan kачествосidan вообще gap yo'q. Menga eng yoqqan joyi bu narsani qaranglar, ishlayapti. Oranjiy bilan ishlangan model bo'lgani uchun ham kiygan vaqtda odam ochib turadi bu narsamiz. Ham pol klassika variantda tikilgan. Shuning uchun pol klassika stilda tikilgan. Sizin Çorlar bilan giyib ketaverasizlar bu narsani. Sho'ri zo'r bu narsani. Keyin qaranglar, sizlarga nechik svet yoqdi bilmadim kudan, menga inoba svet demayapti lekin. Bu narsani bir ahamiyatli joyiga bir e'tibor berib o'tamiz. Qaranglar, bu narsamiz bilasizlar, 2025-yilda, 2024-yilda dim trend bo'lib ketdi bu svetlar. Shu svetdan sizlar uchun oldistirib qo'yibmiz. Qaranglar. Bu narsaning yengi nechik svetda bo'lsa, cho'mdan siniy svetda qaranglar. Ko'ribsizlar rasvetkani. Xullas, вообще gap yo'q. To'g'ri kiyib beraveradigan yeri lekin. Keyin qaranglar, neobishi svetda ham bor dedi. Mana. Sveta qaranglar, sveta. Вообще zo'r svet lekin. Mana. Endi zaboy qilmam bilinmaydi. Xullas, kачествосidan вообще gap yo'q bu narsani. Keyin qaranglar, skromni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun davom etamiz. Temniy siniy svet. Svet ne dedi svet? Qaranglar, rasvetga lekin вообще zo'r. Ham bu narsani yangi oranjiy bilan ishlangan model hisoblanadi. Bemalol bu narsani yosh kattalarimiz ham xarid qilsangizlar bo'ladi, podarka desangizlar. Ko'ribsizlar, ko'rinishidan qimmat narsa o'xshaydi, lekin narxi вообще arzon. Kачествоsi esa bundan вообще zo'r.
narxi 88 ming so'mdan budjetli variantda qilib chiqarganmiz. Bu videoni yaqinlara, do'stlara, jo'ralara tarqatib tashlaymiz. Lekin shunday ular ham bexabar qolmasin. 88 ming so'mdan magazinimizda xarid qilsangizlar bo'ladi. Orqamda ko'rib turgan futbolkalarni ko'rib tursa, rasvetga lekin вообще zo'r. Xullas, manzilimizni bir qator tushuntirib o'taman. Manzilimiz Urganch Raycenter bozori, 3-qator 136-magazin bo'ladi, xudo xolasa. Jasayizda 88 ming so'mdan magazinimizda bor. Bundan tashqari orqamda ko'rib turgan 88 ming so'mlik futbolkalar hali hammasi emas. Bizda u narsamizda assortiment ko'p. Shuning uchun bemalol magazinga kelib, orqayin ko'rib turgan rasvetkalarni xarid qilsangizlar bo'ladi. Vilgan razmerdan ham bor, hurmatli mijozlarimiz. Bularni mana qaytib kelishtirib yuborsangiz beramiz, xudo xolasa. Jasayizlar bizning o'zlarimiz shu yerda xudo xolasa xizmatdamiz. Hammangizni magazin 136 dagi kanalimiz dastavka bo'yicha bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar. Dastavkamiz bor, viloyat bo'yicha. Sog' salomat olasizlar. Sizlar bilan ekran qarshisida Kamina dada ham bo'ldi.